Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Mana demak, a, qon aylanish tizimiga bog'liq 3-taqdimotimiz bilan tanishyapmiz. Mana bu yerda bolalarda yurak qon tomir tizimini tekshirish usullari mavzusida taqdimotimizni boshlaymiz. Demak, bu yerda a, yurak qon tomir tizimi tekshirish qanday bo'ladi? Umumiy ko'rik quyidagilarni baholash bilan olib boriladi. Birinchi, umumiy holatni jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari antropometriya qilamiz. Teri va ko'rinib turgan shilliq qavatlari holati, shishlarning mavjudligi. Maqsadli ko'rik cho'qqi turtkisining ko'rinishi, yurak turtkisining ko'rinishi, yuk arteriyalar sohasining ko'rinishi. Yurak sohasini palpatsiya qilish. Yurak sohasini palpatsiya qilish o'ng qo'l kaft bilan, kaft asosi bilan ko'krak suyagiga qaratilgan holatda amalga oshiriladi. Ya'ni biz o'ng qo'limizni kaftini panjarsimon o'simta sohasiga qo'yamiz va barmoqlarimiz bilan chap tomonda butun yurak sohasini egallaymiz va bu yerda yurakni qaysi sohadan qattiq urilayotgan tovushlarini qo'limiz bilan sezamiz. Bunda cho'qqi turtkisini palpatsiya qilishda avval, ya'ni 2-4 barmoqlar bilan aniqlaymizda, unda o'sha eng ko'p urilib turgan sohada barmoqlarimiz bilan aylantirib topishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda cho'qqi turtkisini xususiyatlari, joylashuvi, maydoni, kuchliligi va balandligini biz baholashimiz kerak bo'ladi. Cho'qqi turtkisining joylashuvi asosan 1,5 yoshgacha 4 qovurg'alar aro sohasida, keyin 5 qovurg'alar aro sohasiga, ko'krak so'rg'ichlari sohasi, ya'ni o'rta umrov chizig'i sohasida bo'ladi. Vertikal yo'nalishda, ya'ni 2 yoshgacha chap o'rta umrov chizig'idan 1-2 santimetr tashqarida, 2-7 yoshda undan 1 santimetr tashqarida, 7-12 yoshda chap o'rta umrov chizig'i bo'ylab, 12 yoshdan katta chap o'rta umrov chizig'idan 0,5 santimetr ichkarida bo'ladi. Cho'qqi turtkisining xususiyatlari: maydoni normada 1,1 santimetr, katta yoshli bolalarda 2,2 santimetr. Kuchliligi: sistola vaqtida ko'krak qafasini bo'rtib chiqishiga qarshilik ko'rsatish uchun kerak bo'lgan kuch bilan subyektiv baholanadi. Normada o'rtacha. Balandligi: sistola paytida qovurg'alar oralig'ining tebranish amplitudasi bilan baholanadi. Normada o'rtacha. Bolalarda pulsni diagnostikasi. Bolalarda pulsni o'lchayotganimizda bilakda, chakka, uyqu, son, oyoq usti arteriyalarida o'lchaymiz. Puls xususiyatlari: sinxronligi, ritmligi, chastotasi, tarangligi, to'liqligi va kattaligini baholaymiz. Pulsni baholash sinxronlikdan boshlanadi. Ritmlilik teng vaqt oralig'ida urishlar soni bilan aniqlanadi. Bolalarda puls chastotasi faqat 1 daqiqa davomida sanaladi. Tarangligi pulsni to'xtatish uchun arteriyani bosish kuchi bilan aniqlanadi. To'liqligi arteriyaning qon bilan to'liqlik darajasi, zarba hajmi va aylanib yuruvchi qon hajmiga bog'liq. Kattaligi arteriya kengligi darajasida mos keladi. Bolalarda pulsni aniqlash ikkala qo'lda simmetrik holatda bilak arteriyalarida aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bunda ko'ryapsiz, qo'lda bilak arteriyasi ustida 4 ta barmog'imizni qo'yamiz va 4-kichkina jimjilog'imiz tegar tegmas holatda bo'ladi. Birinchi barmog'imiz, ya'ni bosh barmog'imiz tayanch vazifasini beradi. Birinchi, 3 barmoqlar bilan sezishimiz kerak bo'ladi. Agar ikkala qo'lda ko'rsatkichlar bir xil bo'lsa, sinxron puls bo'ladi. Keyinchalik bitta qo'lda ham baholash mumkin. Uyqu arteriyasini aniqlash. Bu yerda uyqu arteriyasida ko'ryapsiz, ikkala qo'lda aniqlanadi. Bunda chap qo'limiz to'sh o'mrov so'rg'ichsimon mushagining orqa tarafida ushlab turiladi va o'ng qo'limiz bilan ikkita qo'l bilan baholanadi. Son arteriyasi orqali aniqlanishimizda o'sha son chov sohasida arteriyani topishimiz kerak bo'ladi. Orqa boldir arteriyasida, mana ko'ryapsiz, orqa boldir arteriyasida aniqlaymiz va oyoq usti arteriyasida ham aniqlaymiz. Arteriya tibialis posterior va arteriya dorsalis pedis.
Bolalarda puls chastotasi yoshga qarab. Yangi tug'ilganlarda 140-160 daqiqa bo'ladi. 1 yoshga borib 120 daqiqa, 1 daqiqada 120 ta uradi, 5 yoshda 100 ta uradi 1 daqiqada, 10 yoshda 85 ta uradi, 12 yoshda 80 ta, 15 yoshda 75 ta 1 daqiqada urish kerak bo'ladi. Yurak qon tomir tizimini kulatib urish yoki perkussiya qilish. Unda nisbiy yurak bo'g'iq tovush chegaralari aniqlanadi. Absolyut, ya'ni mutlaq yurak bo'g'iq tovush chegaralari aniqlash bo'ladi. Yurak ko'ndalang o'lchamini aniqlash bo'ladi. Bunda o'ng chegara, yuqori chegara, chap chegara o'rtacha kuch bilan perkussiya qilish kerak bo'ladi. Perkussiya qoidalari. Shifokor bolaning o'ng tomonida turadi. Tekshiruv tik holatda, qo'llar tushirilgan holatda, kichik yoshli yoki og'ir holatdagi bolalarda yotgan holatda perkussiya qilinadi. Perkussiya o'pkadan yurak tomonga qovurg'a oralig'ida o'tkaziladi. Barmoq plesimetr yurak chegarasiga parallel joylashtiriladi. Yurakni nisbiy bo'g'iq tovushi. Perkussiya 2-3 qovurg'alardan boshlanadi. Plesimetr barmog'i qovurg'alarga parallel ravishda joylashtirilib, o'rta umrov chizig'i bo'ylab jigar bo'g'iq tovushi eshitilguncha perkussiya qilinadi. Ya'ni yuqorida o'rta umrov chizig'idan, mana bu yerda 2-chi umrov chizig'idan pastga qarab perkussiya qilib ketamiz va bu yerda jigar bo'g'iq tovushigacha urib ketib, shu yerda to'xtatamiz. Jigar bo'g'iq tovushiga yetgach, bitta qovurg'a tepaga chiqamiz barmog'imiz bilan. Endi qo'llarimizni ko'ndalang holatda, ya'ni qovurg'aga perpendikulyar shaklda, mana strelkani ko'rib turibsiz, strelkada bu tarafga qarab nima qilamiz? Perkussiya qilib ketamiz. Bu yerda yuqoriga ko'tarilib, tashqaridan ichkariga perkussiya qilinadi. Tovush bo'g'iq bo'lganda chegara barmoqning tashqi cheti bo'yicha belgilanadi. Yuqori chegarasi chap tomonda sternal chiziqdan, yosh bolalarda o'rta umrov chizig'idan 1-qovurg'alar oralig'idan boshlanadi. Yuqoridan pastga perkussiya qilamiz. Mana bu strelkani ko'rib turibsiz, mana. Bo'g'iq tovush chiqqan joyga chegara belgilaymiz. Chap chegarasi. Avval cho'qqi turtkisi aniqlaymiz. Mana ko'ryapsiz. Shu darajada chap tomondan, cho'qqi turtkisidan oldingi qo'ltiq chizig'iga barmoq qo'yiladi. Oldindan orqaga yo'nalishda perkussiya qilinadi. Chegara barmoqning tashqi cheti bo'yicha belgilanadi. Yurak chegaralari, mana yoshga bog'liq. Yuqori chegarasi 2 yoshda 2-qovurg'ada, chap chegarasi o'rta umrov chizig'idan 1,5-2 sm tashqarida, o'ng chegarasi o'ng to'sh oldi chizig'ida, cho'qqi turtkisida o'rta umrov chizig'idan 1-2 sm tashqarida bo'ladi. 7-12 yoshda 3-qovurg'ada yuqori chegara, chap chegara o'rta umrov chizig'i bilan mos keladi. O'ng chegara to'sh suyagi o'ng qirrasi bilan mos keladi. Cho'qqi turtkisi o'rta umrov chizig'idan 0,5-1 sm ichkarida 5-qovurg'a sohasida bo'ladi. Yurakni mutlaq bo'g'iq tovush chegaralari, ya'ni absolyut degan. Biz nisbiyda aytdik, absolyut chegaralari. Metodika nisbiy bo'g'iq tovushni aniqlashga o'xshaydi. Juda sokin perkussiya bilan bajariladi. Nisbiy chegara aniqlangandan so'ng o'tkaziladi. Auskultatsiyani juda ham ehtiyotkorlik bilan tinch xonada iloji bo'lsa bo'lish kerak. Emotsional zo'riqmagan bo'lish kerak. Yotgan, chap yonboshda va tik holatda tinglash tavsiya etiladi. Nafas olish, chiqarish, nafasni ushlab turish payti taqqoslab baholanadi. Yurakni auskultatsiya qilish 8lik qoidasi bo'yicha ham aniqlanadi. Buning uchun birinchi yurak cho'qqisi, ya'ni mitral klapan, yurak cho'qqisida, o'ng tomonda 2-qovurg'alar oralig'ida aortal klapan, ko'ryapsiz? Aortal klapan. Chap tomonda o'pka arteriyasi klapani, to'sh sohasida 3 tabaqali klapan va Botkin erba nuqtasida mitral va aortal klapanlar o'rtasida eshitiladi. Qon oqimi yo'nalishi bo'yicha auskultatsiya, demak cho'qqi mitral, Botkin erba nuqtasi, aortal klapan, o'pka arteriyasi klapan, 3 tabaqali klapan. Yurak sohasidan tashqari qo'ltiq osti, umra osti va orqa sohalar ham tinglanadi. Aortani orqa tomondan eshitish, bu yerda yurakni eshitib bo'lgandan so'ng bu proyeksiyada aortani ham eshitib ko'rish kerak. Bu yerda aortani eshitish mana bu sohaga to'g'ri keladi. Demak, bu yerda qanaqa tovushlar eshitiladi? Ton,
Qorinchalar sistulasi boshida eshitiladi. U atrioventrikulyar klapanlar yopilishi natijasida hosil bo'ladi. Demak, mitral klapan yopilishi va 3 tabaqali klapan yopilishi bilan birinchi ton hosil bo'ladi. Yurakda eshitish joyi ko'krak suyagining chap pastki qismida, yurak uchida, ya'ni yurak cho'qqisida eshitiladi. Klinik ahamiyati. Bu yerda agar kuchli birinchi ton bo'lsa mitral stenoz va sust birinchi ton bo'lsa mitral yetishmovchilik hisoblanadi. Ikkinchi ton qorinchalar diastolik boshda eshitiladi, ya'ni diastolik shovqinlar. Bu yarim oylik klapanlar yopilishi bilan bog'liq. Demak, aortik klapan yopilishi, optik arteriya klapan yopilishi. Eshitish joyi aortadan o'tgan. Klinik ahamiyati, ya'ni arterial gipertenziya kuchayganda bo'ladi, nafas bilan bog'liq bo'shashi kuzatiladi. Sistolik S1 va S2 bu yerda ko'ryapsiz. S1 va S2 ikkita sistolaning orqasida sistolik shovqinlar eshitiladi. Sistolik shovqinlar qachon bo'ladi? Aorta stenozi, o'pka arteriya stenozi, mitral yetishmovchilik, qorinchalararo to'siq nuqsoni. Xususiyatlari pansistolik bo'lishi mumkin, yurak cho'qqisi yoki katta tomirlar ustida eshitiladi. Ko'pincha bo'yinga tarqaladi. Diastolik shovqinlar ikkita diastolaning o'rtasida eshitiladi. Asosiy sabablar mitral stenoz, 3 tabaqali klapan stenozi, o'pka arteriyasi yetishmovchiligi. Har doim patologik hisoblanadi. Past chastotali va uzoq davom etadi. Yurak uchi yoki ko'krak suyagi sohasida eshitiladi, chap qismi ustida eshitiladi. Yurak tovushlari, demak, birinchi ton va ikkinchi ton sistolik shovqinlar, diastolik shovqinlar. Demak, sistolik boshi diastola boshida eshitiladi. S1 va S2 orali sistolik shovqini eshitiladi, S2dan keyin diastolik shovqini eshitiladi. Sababi atrioventrikulyar klapanlar yarim oysimon klapanlar ikkinchi ton uchun, sistolik shovqin qon chiqishidan hosil bo'ladi, diastolik shovqin qon to'lishidan hosil bo'ladi. Ahamiyati, birinchi ton funksional bo'lishi mumkin, ikkinchi ton gemodinamik bo'lishi mumkin. Sistolik shovqin ko'pincha nuqson bilan bo'ladi, diastolik shovqin har doim nuqson bilan bo'ladi. EKG, ya'ni elektrokardiografiya, bu yurakda hosil bo'ladigan elektr impulslarni yozib olish usuli. Bu yurak ritmi, o'tkazuvchanligi, miokard holatini baholashga imkon beradi. Bunda EKGda yurak ritmi buzilishlari, o'tkazuvchanlik buzilishlari, miokard, ishemiya va infarkt belgilari aniqlanadi. EKG og'riqsiz, tez va xavfsiz tekshiruv bo'lib, klinik amaliyotda eng ko'p qo'llanadigan diagnostik usul hisoblanadi. Yurak qisqarishlari elektr impulslar orqali boshqariladi, ya'ni sinus tuguni, atrioventrikulyar tuguni, gistutami, pulkiniya tolalar, ya'ni bu yerda ko'ryapsiz. Va u sekin atrioventrikulyar tugunga aylanyapti va gistutamlariga aylanyapti va pulkiniya tolalariga nima qilyapti? Tarqalib ketyapti. Mana bu yerda gistutamiga tarqalyapti va keyin pulkiniya tolalariga tarqalyapti. Elektrodlarni to'g'ri joylashtirish qanchalik ahamiyatga ega? Demak, bu yerda qizil yoki qora elektrodlar full right deyiladi. Ya'ni yashil left, ya'ni nima chap qo'lga qo'yiladi va yashil chap oyoqda va qora o'ng oyoqda bo'ladi. Bu yerdagi elektrodlar ham bu yerda ko'ryapsiz. 3-4 qora sohasiga V1 va 3 qo'yiladi, keyin V2, keyin V4 orasiga V3 qo'yiladi, V5 va V6 o'rta qo'yiladi. Asosiy EKG elementlari. Demak, bu yerda P bo'lmachalar uchun javob beradi. Demak, QRS kompleksi qorinchalar depolarizatsiyasi bo'ladi. Ya'ni QRS bu yerda qorinchalarni bo'shashi hosil bo'ladi. Qorinchalar to'lishi, ya'ni depolarizatsiya hosil bo'ladi. T-tishcha qorinchalar repolarizatsiyasi, ya'ni bo'shashishidan paydo bo'ladi. Bu yerda bizga ahamiyatli PR interval
va KT interval. Har bir shishcha va interval yurakning ma'lum elektr jarayoni aks ettiradi. Ularning o'zgarishi yurak patologiyalariga ishora qiladi. EKG yozish, ya'ni bu yerda biz katakchalardan iborat bo'lgan qog'ozga ahamiyat berishimiz kerak. Bu yerda 25 millimetr soniya, ya'ni o'sha yozish qanchadan bir ketyapti degan belgi. Demak, katakchalar kichik katak 0,04 soniya, bitta kichik katakda 0,04 soniya bo'ladi, katta katakda 0,2 soniya. Demak, bu yerda mana ko'ryapsiz, 1 millimetr 0,04 sekund hisoblanadi, 5 millimetr 0,20 sekund hisoblanadi va buni biz qancha vaqt oralig'ida, necha soniyada urishiga qarab kataklarni belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda o'sha 1 sekund davomida qancha bo'lyapti. Bular hammasi nima qilgan, hisoblab chiqilgan. Bu yerda 1 millimetr, bu yerda 5 millimetr. 1 millimetrda 40 millisekund, bu yerda 200 millisekund hisoblanadi. EKG o'qish birinchi ritmda aniqlanadi. Mana ko'ryapsiz. Yurak urishlar sonini hisoblaymiz. Ya'ni har bitta R oralaridagi hisob bu yurak urishlar soni. Elektr o'qini baholaymiz. Tishcha va intervallarni tahlil qilamiz, patologik o'zgarishlarni aniqlaymiz. Sharhi: EKG har doim bir xil ketma-ketlikda o'qilishi kerak. Bu xatolarning oldini oladi va to'g'ri klinik xulosa chiqarishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.